Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi sotumizda Travers. Obunachilar, mashinamiz 24-yil ishlab chiqarilgan, 23 texpasport, bir qo'l hisob ma'lumot, 12600 km yurgan, kraska probek javob, bemalol tekshirib o'rasida obunachilar. Tak, navortiga kelsak, Morda burun bo'lgan $1000 ga son zashtlinar qilingan, krugoy tonirovkasi 6 oy ruxsatnomasi bor. Idealniy holatda yaxshi bo'lib qo'yib qo'yilgan. Kimga mashinamiz narxi qiziq bo'lsa, $49000 so'rayapmiz. Yana kelishtirib joyini qilib beramiz. Kim kerak bo'lsa past nomer qoldiramiz. Bemalol narxlar bo'yicha gaplashamiz. E'tibor uchun rahmat, xayr, salomat bo'linglar.